Immunizatsiya bu organizmda kasalliklarga qarshi immunitet hosil qilish yoki himoya yaratish jarayoni bo'lib, odatda vaksina olish orqali amalga oshiriladi. Vaksinalar immun tizimini rag'batlantirib, organizmni ma'lum kasalliklardan himoya qiladi. Natijada inson kasallanmaydi yoki infeksiyani boshqalarga yuqtirmaydi. Normal holatda immun tizimining organlari va hujayralari organizmni bakteriya va viruslar kabi zararli mikroorganizmlardan himoya qiladi. Immun hujayralari organizm bo'ylab doimiy harakatda bo'ladi va hujayralar yuzasidagi antigenlarni kuzatadi. Sog'lom hujayralar o'ziga xos antigenlarga ega bo'ladi. Kasallangan yoki begona hujayralarning antigenlari esa boshqacha bo'ladi. Immun tizimi odatda sog'lom hujayralarga tegmaydi, ammo begona antigenlarni aniqlab, ularga qarshi kurashadi. Keyin immun hujayrasi mikrobning antigenini uning yuzasida ko'rsatadi. Bu infeksiyaga qarshi kurashishga yordam berish uchun boshqa turdagi immun hujayralarni faollashtiradi. Masalan, ba'zi faollashtirilgan immun hujayralari tanadagi yuqtirilgan hujayralardagi antigenni tanib oladi va keyin ularni yo'q qiladi. Boshqa faollashtirilgan immun hujayralar plazma hujayralar deb ataladi. Ular antikorlar deb ataladigan molekulalarni ishlab chiqaradi. Bu antikorlar tanangiz bo'ylab harakatlanadi va faqat o'ziga xos antigenga ega bo'lgan mikroblarni bloklaydi. Keyin boshqa immun hujayralari ushbu antikorlarga ega bo'lgan mikroblarga hujum qiladi. Infeksiya yo'qolgandan so'ng antigen ta'siriga uchragan ba'zi immun hujayralari xotira immunitet hujayraga aylanadi. Kelajakda agar bir xil turdagi mikrob tanaga yana zarar yetkazsa, xotira immunitet hujayralari uni yo'q qilishga tayyor bo'ladi va odamning kasal bo'lib qolishini oldini oladi. Bu tabiiy immunitet deb ataladi. Ko'p hollarda bu umr bo'yi davom etadi. Kasallikning o'zidan tabiiy immunitetni olishning muammosi shundaki, ba'zi tabiiy ravishda yuqtirilgan infeksiyalar jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, poliomiyelit falajga yoki o'limga olib kelishi mumkin. Qizamiq miyaning shishiga olib kelishi mumkin. Bu ayniqsa 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda miyaning doimiy shikastlanishiga yoki o'limiga olib keladi. Va ko'kyo'tal, pnevmoniya, nafas olishning sekinlashishi yoki to'xtashi va o'lim kabi asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda. Alomatlar hammada ham og'ir bo'lmasligi mumkin bo'lsa-da, kimning juda kasal bo'lib qolishini, hatto o'lishini bilishning iloji yo'q. Vaksinalar sizni ushbu kasalliklardan va ularning zararli alomatlaridan himoya qilishi mumkin. Vaksinalar ko'pincha oz miqdorda zaiflashgan yoki o'ldirilgan mikroblarni o'z ichiga oladi. Ammo ba'zilarida RNK yoki DNK kabi genetik materiallar mavjud bo'lib, ular tananing o'z hujayralari uchun mikrob antigenini yaratish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Siz odatda vaksinani ukol sifatida olasiz. Tanangiz ichida vaksinadagi mikrob zarralari immun hujayralaringizni bu mikroblarga hujum qilishni o'rgatadi. Bu jarayon sizni kasal qilmaydi, lekin tanangiz xotira hujayralarini va bu mikroblarga qarshi antikorlarni yaratishiga olib keladi. Natijada agar bu mikrob keyinchalik tanangizni yuqtirsa, immun tizimingiz kasal bo'lishingizning oldini olish, infeksiyaga qarshi kurashish uchun tayyor bo'ladi. Vaksinalarning asosiy turlariga tirik zaiflashtirilgan vaksinalar, inaktivlashtirilgan vaksinalar, taksoidlar, subunit vaksinalar, mRNK vaksinalari va virusli vektor vaksinalari kiradi. Tirik zaiflashtirilgan vaksinalar tirik, ammo zaiflashgan mikroorganizmlardan foydalanadi. Ular tabiiy infeksiyaga ko'proq o'xshaydi. Masalan, qizamiq, tepki, qizilcha, suvchechak va grippga qarshi burun spreylarini o'z ichiga oladi. Inaktiv vaksinalar inaktiv yoki o'ldirilgan mikroblardan foydalanadi. Vaqt o'tishi bilan sizga bir necha dozalar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, gepatit A, gripp, poliomiyelit va quturishga qarshi vaksinalardir. Taksoid vaksinalari toksinlar deb ataladigan mikroblar tomonidan ishlab chiqariladigan zararli moddalardan himoya qiladi. Ular taksoidlar deb ataladigan toksinlarning zaiflashtirilgan versiyalaridan foydalanadilar.
Kasalliklardan himoya qilish uchun esa sizga ma'lum bir ukollar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, difteriya va qo'qshovni o'z ichiga oladi. Subunit vaksinalari mikrobning faqat ma'lum bir qismidan foydalanadi. Ular mikrobning bu asosiy qismiga kuchli immunitet beradi. Bu vaksinalar shuningdek kuchaytiruvchi ukollarni talab qilishi mumkin. Misol uchun, ko'k-yo'tal yoki gepatit B vaksinasi kiradi. Mikroblar tomonidan toksinlardan foydalanish o'rniga mRNA vaksinalari xabarchi RNA yoki mRNA deb ataladigan maxsus RNA turini o'z ichiga oladi. mRNA hujayralaringizni mikrobning antigenini ishlab chiqarishni buyuradi. Bu esa immun javobini qo'zg'atadi. Bu vaksinalar tirik viruslarni o'z ichiga olmaydi va ularning DNKsini o'zgartirmaydi. Virusli vektorli vaksinalar hujayralarga mikrobning antigenini tayyorlash bo'yicha ko'rsatma berish uchun DNK yoki mRNA dan foydalanishi mumkin. Genetik material hujayralaringizga ko'rsatmalarni yetkazish uchun boshqa zararsiz virusga uriladi. Bu vaksinalar sizning DNKngizni o'zgartirmaydi. Masalan, COVID-19 vaksinasi bunga misol bo'la oladi. Vaksinalar nafaqat sizni, balki jamiyatni ham himoya qilishini bilish bu juda muhimdir. Vaksinalar oldini oladigan ko'plab kasalliklar odamdan odamga yuqadi. Jamiyatdagi atigi bir necha odam emlanmaganda epidemiya xavfi yuqori bo'ladi. Ammo ko'pchilik odamlar emlangan bo'lsa, kasallik tarqalish xavfi ancha pasayadi. Bu jamiyat immuniteti deb ataladi. Jamiyat immuniteti ayniqsa emlash mumkin bo'lmagan odamlarning himoya qilish uchun muhimdir. Bularga immuniteti zaiflashgan, og'ir allergiyaga chalingan yoki boshqa sog'liq muammolariga ega odamlar kiradi. Vaksinalar sizni, oilangizni va jamiyatingizni xavfli yoki hatto o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklardan himoya qiladi.